2026-2027 umra safari necha pul bo'lyapti o'zi? Sizlarga shuni aniq yoritib berish uchun Muhammad Rasul qora aka oldilariga kelganman. Assalomu alaykum qora aka. Assalomu alaykum. Qora aka qo'lingizni uzmagan holatda aniq so'raylik. Bugun haqiqatni aytamiz. Necha umra chiqyapti, ko'ryapman, o'zim ham musobaqasida bo'lgan ishlaganim uchun bilaman, juda ko'p olon chiqib ketyapti. O'shuning uchun qora aka borini aytaylik bugun. Bo'ldi aka. Do'stlar, hozir qo'llarni olib sizlarni oldilaringda mana aniq ma'lumot berasiz deb, hali qo'pol gapirganda qasamyod qiladi, boshqa qildirib bordim qolagan. Video o'xshamasdan kommentariyaga inshaalloh men ham boraman, yozilgan narsa albatta bir kun kelib amalga oshadi. O'shuning uchun o'zingizni yoningizda daftaringizni ana bu video ko'rganingizda osongina kommentariyaga kirib shuni yozib qo'ying. Nima sizdan nima ketadi? Bitta like bosib qo'ying, bizga obuna bo'lib qo'ying. Kunda-kun umra sohasi bo'yicha juda ham yangiliklar chiqib turibdi. Xo'p, sizlarda kuttirmagan holatda narxlar tushdi dedilar. Madina Munavvaradagi, Makka Mukarramadagi sayohatlarni va ziyoratlarni umuman yangilab tashladik. Va 50 yoshlarni puxtasini qo'ydik deb juda ham katta va'dalar berdilar. O'shan amalga oshdimi, nima bo'ldi so'ragani keldik. Qora aka, xo'p, birinchi savolim. Biz qayerdan uchamiz? Va qaysi shaharlardan reyslarimiz bor? Xo'p, bizdan asosan poytaxt, keyin 5 ta viloyatlarimizdan. Qat-qatlardan. Xo'p. Vodiy, Andijon, Namangan, Farg'ona, Samarqand va Termizdan. Hozir Termizdan ham reys bor. Termizdan ham reys. Termizliklar bizni ko'rayotgan bo'lsa, sizga juda katta yangilik bo'libdi. Termizdan uyingizda o'tirib shunday chiqqan samolyotga o'tiradi. Hozir joylarda o'zlari bron qo'yishadi Termizdagilar. Aloqaga chiqsa o'zimiz bron qilamiz. Ha, Termizda ham Qirg'iziston joylarimiz bor. Bor. Ha, Samarqandda ham, Toshkentda ham bor. Hamma joyda. Misol uchun o'zi asli telefonda hal bo'ladigan narsa. Bitta pasportlarni tashlashsa bo'ldi. Hal bo'lib ketadi. Pasportlarni tashlashsa bo'ldi. Bitta pasport. Do'stlar, pastda nomer qoldirib ketyapman. Vaqtdan foydalangan holda aytib o'tib ketay. Qora akam o'zlarining nomerlari, ikkita nomer qoldirib ketyapman. Batafsil ma'lumotlarda agar video davomida aytilmagan bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib joylarni o'zlaring bron qilsalaring bo'ladi. Xo'p, qora aka, Madina Munavvarada necha yuz metr Makka Mukarrama, necha kilometr atrofida bo'ladi gazetalar masofasi? Xo'p, Madina Munavvarada mehmonxonalarimiz markaziyada joylashgan. 200-250 metr oralig'ida. 200-250 metr oralig'ida bo'ladi. Makka Mukarramada. Makka Mukarramada bizga berishgan ma'lumotlarga qaraganda 1,5-2 kilometr oralig'idagi mehmonxonalarda. O'zimiz hali kartadan qarab nima qildik? Avtobus yo'nalishida 1,5-2 kilometr chiqyapti-yu, agar piyoda borishmoqchi bo'lsa, bir 10 daqiqalik yo'l xolos. 10 daqiqalik yo'l xolos. Xo'p. Qora aka, yurtdoshlar juda ham ko'p so'rashadi. O'zi umra ziyoratiga borishda nima bo'ladi? Sayohat uchun borishmaydi, lekin odamlar necha yillik orzu bo'lganligini hisobiga u yerga borgandan keyin bari Rasululloh borgan joylarini, Uhud tog'i, Arafat tog'i, Mino va o'sha joylarga olib borishlar bo'ladimi yo faqat umra ziyoratini qilib kelishadi xolosmi? Xo'p. Bu masalada Madinada bir 4 ga yaqin ziyoratgohlarga, buni ichida Ravzaga olib kirib chiqiladi. 100% Xudo xohlasa ketgan odamlarning birortasi kirmay chiqmadi. Ravzaga kirib namozlarini o'qib, Xudo xohlasa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salomlarini aytib chiqishdi. Keyin undan tashqari Xurmo bog'ida ziyofat. Xurmo bog'iga olib, ya'ni ziyofatdan beriladi. Hozir tushunishim bo'yicha, hozir Madina Munavvarada 2 kecha bo'lishadi. 2 kecha bo'lishganning ichida Xurmo bog'ida bir kun ziyofat. Yo bir kunmi yo bir mahal bu? Bir mahal. Mana shu narsaga oydinlik kiritib ketyapman. Sizga aytdimki, qora akamdan bugun bor savolni olaman. Agar kami bo'lsa, ertaga ham video chiqaramiz. Nega qora kunda chiqaramiz deb xohlasa. Kunda video chiqaramiz. Agar kam ko'si bo'layotgan bo'lsa, kommentariyaga kirib yozing. Erinmang. Agar hojona sohasida siz ko'rayotgan bo'lsangiz, nevarani chaqiring, baka deng. Men savol telefon qilmang, xo'p, mayli. Telefon qilmasdan Mak yozib berding, yozib beradi bu nevaralarimiz. Biz o'shalar o'qib chiqqan holatda aytdim, bunaqa deyishibdi, bu narsalarga savollarga javob berishimiz kerak degan narsalarda aytib o'tib ketamiz. Xudo xolasa, bu yil hamma borsin. Biz shu videoda ko'rib turgan barcha musulmon borki, barchalari Makka Mukarramada, Madina Munavvarada ziyorat qilib, Rasulullohning huzurlariga kirib, Rasulullohga salom berib, Makka Mukarramada oddiy aytadi-yu, qora aka, ming bor uzr, siz gapingiz juda ko'p bo'lib qo'yapman. Qarab o'tirsa ham savob ekan Ka'baga. To'g'ri. Ha? Ka'baga masalan yurish
ushlab yo bo'lmasa tavof qilmasangiz ham o'sha Ka'bani hududiga kirib Ka'baga qarab o'tirilsa ham savob ekan deb eshitganman qora akalarimizdan. Xudo xolasa yana bitta narsa qolib ketdi. Ravzaga kirishda aytdik, reyslarda aytdik, narxni aytmadik. Bu eng asosiysi. Narxlarimiz xudo xohlasa poytaxt Toshkentdan $1050 chiqyapti. Qolgan viloyatlarimizdan 1100, vodiydan 1080. Xo'p, narxlar o'zgarib turibdi. Narxlar o'zgarib turibdi. Agar misol uchun u hozir asosiy biletga bog'lanib qoldi narxlar, agar biletni narxi tushsa tushadi. Biletning narxi tushadi. Yana bitta narsa, duo qilib ketinglar. Mana shu videoda ko'rayotgan masalan, bo'ldi endi, urushlar tugasin. Mana shu urush tugasa, hamma yoq tinchisa, narxlar tushadi. O'tgan mavsumda video qilganmiz. Men 1080, $1100 qo'yganim eslanmayman, qoraga naqd reklama qilganim eslanmayman. Nimaga? Mavsumda oldin urush bo'lmagan edi. G'azo, Isroil, hamma yoq tinch edi, urush bo'lmayapti. Endi Eronning ustidan samolyot uchib o'tar ekan, hozir adashmasam aylanib uchib o'tyapti. Qo'shni hisobiga narxlar jicha qimmat, Xo'p, narxda aytdik. Yana bitta narsa, bizni bitta O'zbekiston emasda qora aka. Tojikiston ko'radi, Rossiya ko'radi, Amerikadan ko'rishadi. Bular sizlarga qanaqa qilib bog'lansa bo'ladi? Xudo xohlasa, ijtimoiy tarmoqlarimiz hammasi Rossiyaga WhatsApp, Max degan yangi ijtimoiy tarmoq ochildi, o'sha Instagram, Telegram hammasi 24 soat onlayn. 24 soat onlayn. Qachon aloqaga chiqsa chiqishi. Qachon aloqaga chiqsa chiqishi. Do'stlar, xudo xolasa sizlar uchun qo'yib ketyapman shu pastdagi nomerlarda aloqaga chiqinglar. Adashmasam qora akam o'zlari javob beradi, hamda sheriklari bor, o'sha inson bilan birlashib javob berishadi. Ketmasangiz ham telefon qiling. Ketmasangiz ham ma'lumot oling. Vakamga ko'raman ketayotganda nima olishim kerak, erxonni qanaqasini olishim kerak, ayollar qanaqa kiyim kiyishi, hammasiga to'liq javob berishadi. Umra sohasi bo'yicha, lekin din ishlari bo'yicha biz javob beramiz. Oldin juda ko'p bo'lardi-da, mana shunday gaplar gapirib qo'ysak, bizga tegishli bo'lmagan masalalarga telefon qilishardi-da. Bitta narsani e'tiborga qo'ying, o'sha diniy idoraning o'zini maxsus nomerlari bor. Diniy idora call center nomerlarida YouTube yozsangiz ham chiqarib beradi. Biz bilmaymiz hozirgi paytda. Yozdan chiqarib beradi, o'sha yerda o'ziga mutaxassislari bor. Qanaqangi diniy savollar bo'lsa javob berishadi, lekin umra sohasi bo'yicha nima olib ketish kerak, qaysi tur firmadan ketish mumkin, nima qilish mumkin, hammasini to'liq qilib ma'lumotlarni berishaveradi muhodarasi qolganda. Xudo xolasa bitta like bosib qo'yasiz, kommentariyaga inshaalloh degan so'zni yozib qo'ying. Xudo xolasa tez kunda sizni umra ziyoratiga borishingiz uchun biz sababchi bo'lib qolishimiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, qora aka. Omon bo'ling. Rahmat ma'lumot uchun.